Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda tushda oyoq kiyim ko'rishning ma'nosi haqida batafsil gaplashamiz. Islomiy tush ta'biri kitoblariga ko'ra, mashhur olimlar Ibn Sirin, Abdulqani al-Nabulsi va Ibn Shahiyin al-Zahiri yozishlaricha, oyoq kiyim tushda ko'rish ko'pincha insonning hayoti, yo'li, rizqi va jamiyatdagi obro'sini bildiradi. Agar tushda yangi va toza oyoq kiyim ko'rilsa, bu odatda hayotdagi yaxshilik, baraka va muvaffaqiyat belgisi hisoblanadi. Bu tush yangi imkoniyatlar, ishdagi muvaffaqiyat, ta'limda yutuq yoki hayotdagi barqarorlik ramzi bo'lishi mumkin. Ba'zi ta'birchilarga ko'ra, yangi oyoq kiyim ko'rish insonning yo'lida baraka va iymon mustahkamligini bildiradi. Agar tushda eski yoki kir oyoq kiyim ko'rilsa, bu hayotdagi qiyinchiliklar, muammolar yoki mas'uliyatlarning ortishini bildiradi. Shuningdek, bu ehtiyotkorlik va yaqin atrofdagi odamlar bilan munosabatlarda diqqatni talab qilishi mumkin. Masalan, sizga yaqin odamlar bilan kelishmovchilik yoki hasad bo'lishi mumkin. Agar tushda kimdir oyoq kiyim sotib olayotganini ko'rsa, bu yaqin kelajakda foydali ish boshlanishini yoki yangi yo'nalishlarda muvaffaqiyatni anglatadi. Shu bilan birga, tushda oyoq kiyim kiyayotganini ko'rish insonning hayot yo'lini to'g'ri tanlashiga, qarorlar qabul qilishida to'g'ri yo'lni topishiga ishora qiladi. Oyoq kiyimning rangi ham tush ma'nosiga katta ta'sir qiladi. Qora oyoq kiyim mas'uliyat, ehtiyotkorlik va og'ir ishlarni anglatadi. Oq oyoq kiyim baraka, tinchlik, xotirjamlik va yaxshi niyat belgisi hisoblanadi. Qizil yoki yorqin rangli oyoq kiyim hayotdagi yangiliklar, quvonchli voqealar va ba'zan sevgi yoki shijoat ramzi sifatida talqin qilinadi. Ba'zi tush ta'birchilar yozishicha, agar tushda oyoq kiyim bezakli, rang-barang yoki hashamatli bo'lsa, bu insonning jamiyatdagi obro'sini, shon-shuhratini, hayotidagi yangi imkoniyatlar va quvonchni bildiradi. Oyoq kiyimning holati va joylashuvi ham tush ta'birida muhimdir. Agar oyoq kiyim to'g'ri joyda turgan bo'lsa, hayotingiz tartibli va qarorlaringiz aniq bo'ladi. Agar oyoq kiyim tarqalgan yoki yiqilgan bo'lsa, hayotda noaniqlik, qiyinchilik yoki ishlarni tartibga solishda muammo bo'lishi mumkin. Tushda oyoq kiyim kiyganda, bu hayot yo'lida yangi qadam, yangi imkoniyat va mas'uliyatni qabul qilish belgisi. Agar tushda oyoq kiyimni yechayotgan bo'lsangiz, bu insonning hayotidagi eski odatlarni tark etishi yoki muammolardan ozod bo'lishi bilan bog'liqdir. Shuni ham eslatib o'tish kerakki, tush ta'biri har bir insonning holatiga qarab farq qiladi. Shu sababli tushda oyoq kiyim ko'rganingizda, hayotingizdagi vaziyatni ham inobatga olish muhimdir. Agar siz ham shunday tush ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Biz buni keyingi videolarda batafsil tahlil qilamiz.